Ne umidlar bilan pishirgan biskvitim o'xshamay chiqdi-ya. Agar siz ham meni holatimga tushishni xohlamasangiz, videoni oxirigacha ko'ring, chunki men bugun sizlarga uy sharoitida tvorogli pirogni biriga bir o'xshab chiqadiganini ko'rsatmoqchiman. Buning uchun oddiy klassik biskvit qilib olamiz. Bundan oldingi biskvitim menda turetskiy edi. Turetskiy biskvit uy listida o'xshamaydi. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilmayman. Klassik biskvitimizni duxovkaga qo'ygandan keyin hamma do'konlardan topishingiz mumkin bo'lgan issiq qaymoqlarni solamiz va tvorogli krem tayyorlayotganda tvoroglar quruq bo'lishi kerak va albatta tvorog bilan qaymoqni massasi bir-biriga bir xil bo'lishi kerak. Faqat malokoylarniki sal kamroq bo'ladi. To'liq ma'lumotni har doimgidek opsiyada o'qishingiz mumkin. Pishib chiqqan go'shtlarimizni shunaqa qilib teng-to'rga bo'lib olamiz va yaxshilab sut bilan propitka qilib tayyor bo'lgan kremimizni surib chiqamiz. Orasiga bo'lsa xohlasanglar malina qo'yishingiz mumkin, xohlasanglar kokos sepishingiz mumkin. Lekin meni bolalarim orasida kokosi bo'lsa yeyishmaydi, chunki kokos uncha uxlashmaydi. Shuning uchun orasiga kokos sepmadim, faqat malina qo'ydim. Ustini bo'lsa kokos bilan bezatdim va chiroyli qilib 6 bo'lakka bo'lib oldim. Bu usuldan foydalanib tvorogli pirog tayyorlasanglar, albatta nozik erjoninglar yu qaynanajoninglar qo'ynini oladi. Mana tayyor ko'rinishi. Agar sizlarda ham biskvit o'xshamagan bo'lsa, kommentga yozib ketinglar. Xatolaringlarni gaplashamiz. Albatta videoni saqlanib qolinglar, xo'p?